Okay, assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Do'stlar, bugungi mavzuyimiz listening multiple choice. Bu haqda ozgina ma'lumotlar berib o'taman dastlab va buni ishlash tiplari va hokazolarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, do'stlar, ketdik unda. Listening multiple choice. Bu narsa, qaranglar, ko'pincha IELTS part 3 ta tushadi. IELTS part 3 ta tushadi. Yoki bo'lmasam, qaranglar, multi-level multi-level part 5 ta tushadi. Aynan multi-level part 5 ta bu savol turi extracts deb nomlanadi. Extracts nomi bilan tanilgan. Okay? Aynan 3 ta qismga bo'lingan multiple choice savollari sizga beriladi. Endi do'stlar, aynan buni readingda ham turi bor, reading multiple choice savol turi ham bor. Endi reading multiple choice da qaranglar, 4 options bo'ladi. 4 ta option bo'ladi. A, B, C, D. Okay? Endi listening-dachi. Listening multiple choice da, listening multiple choice esa bu narsa sal soddaroq, ya'ni u yerda 3 options bo'ladi. 3 ta option bizga beriladi. Tushunyapsizlar? Endi qaranglar, mana pastda masalan bitta sample'ini ko'rishingiz mumkin. Mana masalan 21-savolda bizga bitta multiple choice savoli berilgan. Tushunyapsizlar? Endi do'stlar qaranglar, masalan multiple choice savolida juda ko'pchilik qiladigan muammolar bor. Xo'p do'stlar, ovozda muammo bormi? Ovozda. Nima deysizlar? Ovozda muammo bo'lyaptimi? Endi I don't know, like Telegram may not be, working well. But mana shunaqa bolalar, gap bilan gap farqi bor-da, sal o'zlaringga qarab gapiringlar, rasvo, dabdala degan gapni uylaringdagilarga borib qilsalaringiz yaxshi bo'ladi. Masalanda shunaqa yozayotganlar. U sizga bu yerda yo'q, yomon bo'lsa yomon deylik, bo'ldi yetadi. Okay? Uzr, yana gapim qo'pol botgan bo'lsa ba'zilarga. Tak, davom etamiz. Nima deyotgandim? Chalg'idim. Yes. Masalan, mana bu bizda do'stlar sample savol turi. Bizda topigi nima ekan buni? The future of work, ya'ni ishning kelajagi. Endi pastda bizga variantlar berilyapti. Kiara and Finn agree that the oracles they read on the future of work. Demak, qaranglar. O'zi sample savolga o'tib ketdim. Buni analiz qilish jarayonida ishlash usullarini tushuntirib ketaman. Tushunyapsizlar? Xo'p, qaranglar. Bu yerda Kiara o'zi bunday narsa bo'ladi. Qaranglar, aynan bo'ladi. Ikkita odam gapirsa, qaranglar. Two people gapiradigan bo'lsa, qarang, one man and one woman beriladi. Bitta erkak va bitta ayol gapiradi. Nimaga? Masalan, siz gapirayotgan odamlarni ismlari orqali bir-biridan yaxshiroq ajratib olishingiz uchun. Masalan, ikkovi ham o'g'il bola bo'lsa, gapirayotgan odam Tom bo'lishi ham mumkin, John bo'lishi ham mumkin. Masalan, ovozini bitta yodlab olmaysiz-ku. Shuning uchun ayol bilan erkak beradi. Tushunyapsizlar? Yoki yosh bilan, qarang, masalan, young and old bo'lishi mumkin. Mana yosh bilan qarini ham ajratib olish qanday osonroq bo'ladi odatda. Tushunyapsizlar? Osonroq bo'ladi. Okay. So, men bolalar bitta o'zim chiqib kirib boraman qaytadan. Bitta o'chirib yoqib yuboraymi, nima deysizlar? Bitta o'chirib yoqaman, 1 sekund. So, endi ham bolalar yaxshilanmasa, unda I don't know what can we do. Endi do'stlar, bir marta o'chirib yoqaman nima davomida har safar, masalan, o'ta ko'pchilikda muammo bo'lsa, lekin 2 marta emas, chunki bir martada o'zi yaxshilanish kerak. Da? Zo'r, go'zal, yaxshiroq. Boya ham yaxshi edi menimcha deyishyapti. Endi oldin yaxshi edi deyishyapti ba'zilar, boshlayvering. Da. Endi bolalar, I don't know. Voy. Nega ko'rinmay qoladi? Da, oldin ham yaxshi edi.
Ketdi bolalar unda, ko'rib chiqamiz. E'tibor beringlar, savolda bizni qiladigan ishimiz, birinchi qiladigan ishimiz qaranglar. Men hozir sizlarga bitta narsani yaxshi eslab qolinglar. Mana narsa. Bitta dona darsi ichidan qaranglar, bir dona darsidan one lesson qarang. After that, qarang, undan keyin masalan siz you're listening masalan you're listening multiple choice qaranglar. Will not be perfect. Tushunyapsizlar? Ya'ni bitta darsdan keyinoq bolalar sizni listening multiple choices mukammal bo'lib qolmaydi. Bu narsa imkonsiz. Agar shunaqa bo'lganda, imtihondan oldin hamma part bo'yicha bitta dars o'tib berardimda, siz imtihondan 100% olib chiqaverardingiz. Bu narsa imkonsiz. Lekin bu darsdan nima o'rgansa bo'ladi? Qarang. Lekin bu yerda qaranglar, one lesson, bitta dars, after that, bundan keyin qarang. You know, siz bilasiz how to make your listening demak qaysi multiple choice perfect. Siz aynan do'stlar, men bugun ko'rsatgan darsimdan keyin qanaqa qilib o'sha multiple choice'ni mukammal qilish mumkinligini ko'rib olasiz. Shuning ham bolalar, men sizga asosan o'rgataman, qaranglar. Main focus bo'ladi, asosiy fokus bo'ladi. How to improve. Tushunyapsizlar? Qanaqa qilib o'stirish bo'yicha kechirasizlar. During the practice period. Tushunyapsizlar? Praktika qilayotgan jarayonlaringda aynan shu listeningni qanaqa qilib 9 qilish bo'yicha gaplashamiz. Yo'q, 9 emas, aynan mukammal qilish bo'yicha. Tushunyapsizlar? Mana qaranglar, buni endi screenshot qilib tashlab boraman, что ko'rolmayotganlar ko'rish uchun. Okay. Endi qaranglar, biz birinchi qiladigan ishimiz qaranglar, understanding qaranglar. Everything in a question fully bo'ladi. Birinchi qiladigan ishlaringiz bolalar savolni 100% tushunib olish bo'ladi. Tushunyapsizlar? Savolni 100% tushunib olish bo'lar ekan. Xo'p, bu nima degani? Shuni bo'lib turar ekan. Qaranglar, bu nima degani? Masalan, mana bir dona savol, 21-savol. Shuni hozir men o'qib, analiz qilib tushunaman va uni tushunayotgan paytimda, tushunayotgan paytimda underline keywords in both the question and the option. Okay? Ham bolalar savoldagi, ham optionlardagi kalit so'zlarni tagiga chizib olaman. E'tibor berasizlar, bu qanday amalga oshiriladi? Qanday amalga oshiriladi? Xo'p, ovoz kelmayapti deyapti. Bolalar, endi bu sizlarda muammo bo'lishi ham mumkin. That wouldn't be my problem. Okay, masalan hozir bu yerda nechta odam qatnashyapti? 2400 odam ichidan 10 kishi, 20 kishidan muammo bo'lsa, bu sizning muammongiz bo'ladi. Men uylaringizga borib to'g'rilab bera olmayman, bu narsani to'g'ri tushuninglar. Okay, this is all I can do now. Yeah. So, qaranglar. 21da ko'ryapmiz. Xo'p, Kiara and Finn agree that. Qarang, mana bu qiz bola va o'g'il bola, xullas ikkita studentmi, bu kimlardir? Shu fikrga qo'shilishyapti ekanki, the articles they read on the future of work. Maqolalar, ular future of work bo'yicha o'qigan. Xo'p, nima bo'lgan? A variant ko'ramiz. Mainly reflect the concerns of older employees. Qaranglar, asosan, masalan, bog'liq bo'lar ekan, yoshi kattaroq bo'lgan ishchilarni concernlari bilan. O'sha yoshi kattaroqlarga aloqador ekan ko'proq. Endi qaranglar. Bu yerda kalit so'z, mana bu older employees bor-ku, mana shu bilan mana mainly kalit so'z bo'ladi. Ya'ni yoshi kattaroqlar haqida gapirsa, shu javob to'g'ri bo'ladi. Ya'ni yoshi kattaroqlar bilan ko'proq bog'liq ekan desa. Tushunyapsizlar? Endi bida aytayapti, refer to the end of a traditional career path. Demak, qaranglar, yakunlanishiga ishora qilar ekan an'anaviy karyera yo'lini. Okay. C variant aytayapti, tend to exaggerate. Do'stlar, exaggerate degan so'z bor. Bu adashmasam C1 level so'z bo'lishi kerak-da. Qanaqadir berilgan narsani o'zidan ko'ra, masalan, kattaroq qilib ko'rsatish, da? Exaggerate. Men yozib ketaman. Qaranglar. C1 demak nima ekan bu? Bo'rttirish degan ma'noda keladi. Bo'rttirish degan ma'noda keladi.
Mana bo'rttirish. Ya'ni o'zidan ko'ra nimaroq qilib, kattaroq qilib ko'rsatish degan. Tushunyapsizlar? Ko'rsatish degani bo'ladi. Xo'p, demak, ular o'qigan maqolalar nima qilishga moyil ekan? Tend to exaggerate the likely changes. Ehtimoliy o'zgarishlarni haddan tashqari bo'rttirib ko'rsatib borar ekan. Tushunyapsizlar? Endi bolalar, demak, hali so'zni tagiga chizib oldik. Qaranglar, mana shu narsani qilish kerak. Endi, mana shu sizlarga bolalar 3 xil usulni aytib ketaman. 3 xil usulni aytib ketaman. Qaranglar. Men buni aytdim darsdan oldin ham. Level based solving multiple choice questions. Multiple choice savollarini do'stlar turli xil darajadagida qanaqa ishlaydi. Qaranglar. Agar siz masalan tasavvur qiling B1 darajaga harakat qilayotgan bo'lsangiz, sizni masalan oladigan balingiz B1 bo'lsa, sizni bilimingiz emas hozir. Aynan shu savol turini ishlashingiz qanaqa bo'lishini ko'rsatyapman. Tushunyapsizlar? Siz nima qilasiz? Qarang. Siz nima qilasiz? Qaranglar. Not understanding the questions fully. Qarang. Siz hozir bu yerda javoblarni to'liq tushunmaysiz, savollar to'liq tushunmaysiz. Birinchi o'rinda prosta o'qiysiz xolos va undan tashqari qarang. Wildly guessing the answers. Javoblarni bir palakatdan taxmin qilib olasiz, qaranglar. But sometimes, lekin ba'zida understands. Siz uni tushunib qolasiz ba'zida. Agar siz bolalar mana shunaqa ishlaydigan bo'lsangiz, savolni ishlashdan oldin zo'r tushunib olmaysiz, tagiga chizib olmaysiz. Eshitayotgan paytda voy shu bo'lsa kerak-da deb shundoq taxminiy takoy olib ketasiz. Ba'zi lekin tushunib qolasiz. Mana shu holatda siz bolalar o'zingizni masalan B1 darajadagi usulda ishlayapman ekan siz bo'ladi. Bu ishlash usuli. Okay? Endi B2 level masalan 6.5 leveldagilar bu savol turiga qanaqa yondashuv qiladi? Qaranglar. B2 leveldagilar nima qiladi? B2 leveldagilar qaranglar. Understands the question, savolni masalan tushunadi. And qaranglar, understands the audio, ya'ni audioni ham bolalar tushunadi. But make mistakes in getting the correct answer. Ya'ni but frequently, ya'ni o'sha 50% degani. Masalan 50% holatlarda bular xato qilib turadi, Qarang. And only pay attention to correct answers. Va faqatgina bolalar ular to'g'ri javobni qidirasizlar xolos. Mana B2 oladiganlarda shunaqa masalan tendensiya bor. Eshitadi, audioni tushunadi, lekin to'g'ri javobni qidirishga harakat qilaveradi. Lekin bolalar, maktabda narsa bor. C1 darajadagilarni ishlashini ko'ramiz hozir biz siz bilan. Endi qaranglar, mana shu aytib ketyapman. C1 lar nima qildik? Mana birinchi qadamimizni qaranglar. Fully understands the question. Savolni 100% tushunyapmiz. Ko'ryapsizmi? Bolalar qaranglarda bu yerda sizni listeningiz C1 bo'lish shart emas buni qilish uchun. Prosta C1 lar qiladigan ishni qilsangiz bo'ladi praktika jarayonida. Tushunyapsizlar? To'liq savolni tushuning birinchi o'rinda, Endi qaranglar. And identify both correct to'g'ri javobni ham, incorrect xato javobni ham, and qarang not mentioned, qarang eslatib o'tilmagan optionni ham aniqlash kerak bo'ladi. Ya'ni masalan qaranglar. Hozir mana ABC bor-ku, ABCni gapirayotgan paytda mana exaggerate haqida, mana 21 haqida, C variant haqida umuman gapirmasligi ham mumkin. Tushunyapsizlar? Demak, mana uni umuman gapirmadi, buni to'g'ri ham aytmadi, xato ham aytmadi, lekin umuman gapirmadi deb turib shuni ham aniqlab ketishingiz kerak bo'ladi. Tushunyapsizlar? Bitta savolni ichiga deep analiz qilib kirib ketamiz, короче. Okay? Keyin undan tashqari qaranglar. And deyapman, qaranglar. Va qaranglar. Make qaranglar. Matching with paraphrasing. Qaranglar. Paraphrasing bilan moslashlar qilib ketadi C1 darajadagilar. Paraphrasing bilan moslashlar qilib ketadi. Qaranglar.
between question and options. Savol va variantlar o'rtasida. Bola qaranglar, bu bitta kriteriya deb tushuninglar, bitta kriteriya deb tushuninglar. Hozir aynan mana shu bo'yicha men sizga amalda ko'rsatib beraman. Xo'p, bu o'zi nima degani, bu qanday bo'ladi, da? Mana qaranglar. Okay. So, mana. Endi kelinglar, biz xuddi mana shu men o'zim aytgan hozir C1 level usulda siz bilan praktika qilib buni ishlab ko'ramiz. Demak, o'qib oldik. A variantda asosan yosh kattalarni gapiradigan, B variantda an'anaviy karyera yo'lini tugatganini gapirgan, C variantda ehtimoliy o'zgarishlarni nima bo'layotgani, bo'rttirib ko'rsatilayotgan haqida gap ketgan. Endi ketdi bolalar. Qaranglar. Ketdi. Xo'p. Yaxshi. Bitta menga audioni tekshirib berasizlar. Audioni tekshirib berasizlar. Audioni qo'yaman. Eshitib ko'ringlarchi. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Okay, Kiara and Finn, can you tell me how your project is going? Your general topic was the future of work, wasn't it? Yes, we've read a lot of articles on it. Some were more interesting than others. There were a couple of writers that just made some strong statements without really backing them up. Okay. Zo'r. Demak, zo'r bolalar, endi qaranglar. Zo'r, endi eshitamiz. Endi qaranglar, eshityapmiz. Bu yerda nima bo'lyapti? Ketdi. Yes, we've read a lot of articles on it. Some were more interesting than others. There were a couple of writers that just made some strong statements without really backing them up. The problem is, it's such a big topic. Some of the articles were aimed at graduates, and some of them were targeting people who've been in work for years. We should have narrowed down our topic before we started searching. But anyway, the focus was always the changing nature of jobs. How it's all happening so quickly. Xo'p, qaranglar, men sekin birgalashib eshitib, ana qilib ketamiz, ishlab ketamiz, da? Ketdi, qaranglar. Some of them were Problem is, it's such a big topic. Some of the articles were aimed at graduates, and some of them were targeting people who've been in work for years. Mana, some of them were targeting people who have been work for years. Topic. Some of the articles were aimed at graduates, and some of them were targeting people who've been in work for years. We should have narrowed down our topic before we started searching. But anyway, the focus was always the changing nature of jobs. How it's all happening so quickly. Exactly. Every single article said we can forget the way things used to happen. Okay. So, wow. Qaranglar, A varianti gapirdi, shuni hozir analiz qilamiz. E'tibor beringlar. And some of them were targeting people who've been in work for years. Qaranglar, some of them were targeting people deyapti. Mana qaranglar, menda older employees degan joyi bor-ku, older employees ga qaranglar, older employees degan joyiga nima sinonim bo'lyapti hozir? Mayda topgan bo'lsalaringiz mana eshitib ko'ramiz. Some of the articles were aimed at graduates, and some of them were targeting people who've been in work for years. Ana, who qaranglar, have been in work for years deyapti. Ular ba'zilar ishora qilyapti odamlarga qaysi ishda yillardan beri ishlab kelayotgan. Endi qaranglar. Masalan, yillardan beri ishlab kelayotgan odamlar bo'lsa, haqiqatan ham bular kim bo'lishi mumkin? O'sha masalan yoshi katta bo'lgan ishchilar deb olsak bo'ladimi ularni? Tushunyapsizlar? Yoshi katta ishchilar deb olsak bo'ladi. Endi xo'p. All right. Yaxshi. Mana shunga tushyapti. Lekin do'stlar, bizga savol aytganki, mainly reflect degan. Tushunyapsizlar? Asosan ishora qilyapti degan. Lekin bu yerda nima deyapti? Mana qaranglar. Some of the articles were aimed at graduates, and some of them were targeting people who've been in work for years. Bitta faqatgina nima deyapti bolalar? Some of them deyapti. Tushunyapsizlar? Some of them deyapti xolos. O'sha artikellarning ba'zilari degan ma'noda ishora qilyapti. Endi qaranglar bolalar, bu yerda artikellarning ba'zilarida, lekin biz artikellarni yerda mainly deb ketganmi? Do'stlar, mainly bilan some bir-biriga bu to'g'ri kelmaydi. Tushunyapsizlar? Aynan mainly bilan some bir-biriga teng bo'lmagani uchun, bu yerda mana teng emas, anaqasi ham bor, adashmasam. Tak. Mana qochib tursa, abror qochib tursa bu yerda.
Mana qaranglar, mana teng emas olib qo'ydim mana. Tushunyapsizlar? Qaranglar. Some of them bu teng bo'lmaydi, mainlyga teng bo'lmagani uchun biz nima qilamiz? Buni javobini masalan false olishimiz mumkin. Tushunyapsizlar? False olishimiz mumkin. Nimaga? Chunki bu yerda asosan ishora qilyapti degan, lekin bu yerda ba'zilari ishora qilyapti xolos ekan. Demak, bu asosiy bo'lmay qoladi. Okay? Yana eshitib ko'ramiz, qaranglar. We should have narrowed down our topic before we started searching. But anyway, the focus was always the changing nature of jobs. Endi qaranglar, the focus was always changing nature of jobs. Mana bu yerda qaranglar, changing nature of jobs deyapti. Mayli, C aytayapti deylik, qaranglar, changing nature of jobs. Xo'p, endi qaranglar, mana bu exaggerate degan so'z bor. Uni bo'rttirib ko'rsatadi degan so'z bor. Shuni aytadimi, yo'qmi? Eshitib ko'ramiz. How it's all happening so quickly. Exactly. Every single article said we can forget the way things used to happen. Like, you started out as an apprentice, and then you stayed in the same company for years. That's over. Qaranglar, hozir mana bu yerda exaggerate deb gapirdimi? Exaggerate bormi? Yo'q, buni aytmadi. Demak, buni javob qaysi bo'ladi? Not given bo'lishi kerak. Tushunyapsizlar? Not given bo'lish kerak. Men not given o'sha exaggerate degan so'zni gapirmagan uchun do'stlar not given olyapman. Endi bizda bir dona bolalar B variant qolyapti. Endi kelinglar mana shu B variantni hozir analiz qilib ko'ramiz. Nimaga? Eshitamiz. Article said we can forget the way things used to happen. Nima dedi? We can forget the way qaranglar, things used to happen. Ya'ni narsalar sodir bo'lish usulini, mana oldin sodir bo'lib kelgan narsalar degani borlar. Bu hozir meta teng bo'ladi. Mana traditional career path ga teng bo'ladi. Va buni qaranglar, endi nima deyapti aytdi? Like, you started out as an apprentice, and then you stayed in the same company for years. That's over. That's over deyaptimi? Qaranglar. That's over degani teng bo'ladi. Mana bu savoldagi end ga teng bo'ladimi? Mana unga ko'ryapsizlar? Mana. Bu end ga teng bo'ladi va traditional ga bu yoq teng bo'ladi. Va mana shular bir-biriga hamma yo'q bo'lib mos kelib turib, javob qaysinga? True ga o'tib ketadi. Tushunyapsizlar? Mana to'g'ri javobni qayerdan chiqqanini topyapman. Qaysi so'z sinonim bo'lyapti, nima bo'lyapti, lekin aynan bola to'g'ri javobni o'zi bilan masalan cheklanib qolmasdan aynan qaysi javob false bo'layotganini ham do'stlar nima qilyapman? Topib ketyapman. Tushunyapsizlar? Ya'ni C1 level harakat qilyapsizmi? Sizga ham mana shunaqa mindset bo'lish kerak. Ne только to'g'ri javobni, to'g'ri variant o'zini, balki siz xato variantni ham qayerdan chiqayotganini bilishingiz kerak bo'ladi. So, kechagi internetdagi bor bo'lgan muammolar menimcha hali ham do'stlar yo'qolmagan ko'rinadi. Juda ko'pchilik yozyapti. I don't know. I don't know. Do'stlar, men bitta poll qilib ko'rayda. Kimlarda qanday? Xo'p, kimda qanday ovoz va ekran? Xo'p, zo'r, yaxshi, endi mana yomon. Yomonlarga chaqmoq bo'lsin, mana chaqmoq ham bor bizda. Hammasi bor reaksiyada. Xo'p, qani bitta ko'ringlarchi. Endi bolalar, men qo'limdan kelganini qilyapman-da bu yerda. Ayb mendami ekan? Menda internet ishlashi yomon emas. 300 megabayt sekund menimcha that's good enough. Yeah, that's good. That's good. To be honest. Yavaş internet o'lchasam muammo bo'laveradi-da. Barakat. Doim internet o'lchasam o'chadi emas. Tak do'stlar, doim bor-ku, men doim internetni shuna o'lchab maqtansam, mana shunaqa bo'ladi-da. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. And now
Endi yaxshimanmi? Что ko'rinyapmanmi? Zo'r deyishyapti. Not bad udar. Aha, da ko'z tegadi begizot. Qotib qolyapti. Da. Ashnaqa bo'lib turadi. Oldin ham zo'r edi, hozir ham. Da, bolalar, endi ba'zilarda yaxshi, ba'zilarda yomon bo'lishini biz to'g'rilab bera olmaymiz. Endi bolalar, mana bu yerda qaranglar. Mana bu 21-savolni men вообще zo'r nimaga olib chiqdim. Mana qaranglar. Qaranglar. This is, qaranglar. This is what we call. Qarang, biz nima nomlaymiz? Qaranglar, C1 level solving. Tushunyapsizlar? Mana shu men tashlagan usulim bolalar C1 level solving deb nomlasak bo'ladi. Chunki bu yerda hozir men rasm tushyapti. Siz ko'rishingiz mumkin to'g'ri javobni, xato javobni va ularni qayerdan olayotganimizni ham ko'rishingiz mumkin-da. Tushunyapsizlar? Mana shunaqa qilib ishlashga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Do'stlar, endi kelinglar, keyingi savolga e'tibor beramiz. 22 ga. Men 22 ni ham rasmga olib, tashlab qo'yaman. Mabodo video ko'rmayotgan bo'lsa, ovozini eshitib turishlaringiz uchun. Endi do'stlar, 22 da nima deyapti? Ketdik ko'ramiz. Xo'p. Let's see. What point does Kiara make about the phrase job title? Xo'las, job title degan phrase haqida Kiara nima deyapti? Endi qaranglar, bu yerda Kiara e'tibor berish kerak. Qiz bolani gapirgan gapini biz asos qilib olishimiz kerak bo'ladi-da. Endi bu yoqda nima deyapti? It is no longer relevant in modern times. Demak, u zamonaviy dunyoda ortiq kerak emas, ortiq aloqador emas. Okay. It shows colleagues how to interact with each other. U hamkasblarga ko'rsatyapti-ki, qanday qilib bir-biri bilan nima qilishni? Interact, muloqot qilishni. Okay. Yaxshi. Keyingisi, it will only apply to people higher up in an organization. Qarang, u faqatgina odamlarga ishora qiladi. Higher up degani, qarang, yuqori lavozimdagi odamlarga masalan qo'llasa bo'ladi xolos deyapti. Xolos, quyi bo'g'imdagilarga qo'llab bo'lmas ekan. Endi eshitamiz, rostdan shunaqami? Ketdi. I see that you've highlighted job title in your notes. Why is that? I think for some people, a job title used to define them. It was their identity. They worked their way up from the bottom and eventually one day they became manager or head of department. And even in their social circle, outside of work, they wanted other people to know how long they'd been in a job. And now? Endi qaranglar, bu yerda nima deyapti? They worked their way up from the bottom and eventually one day they became manager. Qarang, they worked they up from the bottom. Qarang, ular aytyapti, xullas o'tmishda odamlar from bottom, masalan, quyidan chiqib kelishgan. Masalan, restoranda idish yuvuvchi bo'lib, sekin-sekin ko'tarilib, kassada o'tirib, oxiri menejer bo'lgan deyapti. Va keyin oxiri mana qarang. Eventually managers bo'lishgan deyapti. Tushunyapsizlar? Manager bo'lishgan. From the bottom and eventually one day they became manager or head of department. And even in their social circle, outside of work, they wanted other people to know how long they'd been in a job. Endi qaranglar, o'sha paytda ular xohlashgan ekan odamlar bilishini, ular qancha nima ishda bo'layotgan. Lekin bolalar, bu yerda mana bu only degan narsani eslatyaptimi? Uni faqatgina o'shalarga qo'llasak bo'ladi deyaptimi? Yo'q. Bu yerda qaranglar bolalar, mana bu narsani ham qo'llab ketganda. Ya'ni worked from the bottom, quyidan chiqishgan. Da, va nihoyat manager bo'lishgan deyapti. Ya'ni bu yerda faqatgina yuqori lavozim emas, ular quyidan chiqqanini ham gapirib ketyapti ekan. Tushunyapsizlar? Faqatgina yuqori lavozim emas, quyi nuqtalar ham bor. Faqatgina yuqori lavozimga qo'llaymiz degan gapni aytmayapti. Shuning uchun bolalar, bunga masalan false variantni hozir olib tursak bo'ladi. Tushunyapsizlar? False variant olib tursak bo'ladi. Okay? Mana. Yes. Chunki mana higher up degan so'zga teskari so'z bor, from bottom degan. Endi yana eshitamiz bolalar, yana eshitamiz. And now? It looks like we're moving away from the term job title. Nima dedi? And now? Hozirchi dedi opa. Looks like we're moving away from the term job. We are moving away from the term job title deyapti. Endi qaranglar. We are moving away degani nimaga to'g'ri keladi? Moving away. Biz bu so'zdan qochib ketyapmiz. Ya'ni moving away teng bo'ladi. No longer relevant kami?
Ya'ni ortiq ishlatilmayapti degan so'zga teng bo'ladimi? Tushunyapsizlar? Like we're moving away from the term job title. So, instead, a lot of businesses are hiring people to work on a project done or lead a team, but the contracts are temporary. Finn, Demak, mana shundan kelib chiqib javobni nima qilsak bo'lar ekan? True ga aylantirsak bo'lar ekan. Tushunyapsizlar? True ga aylantirsak bo'lar ekan. Okay? Mana, ko'ryapsizmi? Moving away degan so'zga teng bo'lyapti. No longer relevant degan narsa. Mana buni bolalar ishlash usuli mana shunaqa bo'ladi-da. Har bitta variantni yaxshilab eshitasiz. Mana har bitta variantni eshitasiz. A, B, C berganmi? Mana sizlarda bo'ladigan xato, mana qaranglar. Shu yerda ham aytib ketaman. Qaranglar. Sizdagi xato nima bo'ladi? Sizdagi xato. Hamma variantni bitta eshitasiz, qaranglar. Hamma даже savollarni, qarang, savollarni bittada audioni qaranglar, qo'yib olib, qaranglar. Bitta eshitishda tugatasiz. O'zi aslida qaranglar, aslida bitta savol emas. Ya'ni qarang, har bir variantga to'xtalish kerak bo'ladi. Tushunyapsizlar? Har bitta variantga to'xtalish kerak. Mana C variant nimaga false bo'lyapti? Men ko'rsatdim. Faqat yuqori leveldagilar emas, pastdagilar ham bor ekan. A variant nimaga to'g'ri bo'lyapti? No longer relevant ga moving away sinonim bo'lgani uchun bu narsa to'g'ri kelyapti. Endi B variant nimaga javob qilmayapti? Chunki ularni qanday qilib bir-biri bilan gaplashishni, mana colleagues degan so'zni umuman eshitmadik yoki unga nisbatan colleagues eshitdik oxirida, mana qaranglar. On a project done or lead a team, but Lead a team deyapti. Mana qaranglar, lead a team. Jamoani boshqarish va bu yerda qaranglar, colleagues interaction, ularni bir-biri bilan muloqoti, bunaqa narsa umuman eslatilmadi. Shuning uchun biz nima olamiz bunga? Not given olishimiz kerak bo'ladi. Tushunyapsizlar? Ya'ni umuman olganda mana bu B variant deyarli gapirmasdan ketdi deb aytsak ham mubolag'a bo'lmaydi. Mana qizil yopib qo'yaman, not given variant bo'ladi. Tushunyapsizlar? Mana shunaqa qilib do'stlar, bunga yondashishimiz kerak bo'lar ekan. Ladies and gentlemen. Xo'p, mana question 22, a piece of art in analyzing deb nomlasak bo'ladi. Xullas, analiz qilish bo'yicha mana bitta san'at asarini doskaga ko'rishingiz mumkin ekranda. So, da. Xo'p, bolalar, endi so far so good. Hozircha hammasi yaxshimi? Unchalik ham eshita olayotganlardan muammo bo'lmayaptimi? Qaranglar bolalar, sizlar uchun men xohlasalaring agar Zoom yo'qda, ko'pchilikda Zoomni tashkillab berardim bo'lmasa-yu. Mayli. All right. It's not like possible to be liked by anyone. Mana bizda oldin darsimizga qatnashganlar bor ekan. Okay, great. Endi bolalar, endi kelinglar, yana bitta ishlab ko'ramiz. Undan keyin masalan o'zlaringga keyin qo'yib beraman, da? Ketdi unda bolalar. Давайте ko'raylik. 23 ni sizlarga qo'yib beraman, 23 ni. Ketdi bolalar, qaranglar. Qarang, 23 ni sizlar ishlaysiz dedim. Tushunyapsizlar, ishlaysiz. Qaranglar, analiz qilib olaylik birinchi ko'rib. What issue affecting young employees is Fon most concerned about? Qaranglar. Qaysi masala bo'yicha xullas yoshlarga ta'sir qilayotgan qaysi masaladan Fin eng ko'p qayg'uryapti? Eng ko'p uni bezovta qilayotgan narsa qaysi masala yoshlar bo'yicha? Xo'p, Ada aytayapti lack of job security. Qarang, ishda securities, ya'ni doimiy ish bo'lishini kamligi. Ularda ish doimiy emas ekan. Okay. Income inequality, ya'ni daromadning tengsizligi. Okay. Poor chances of promotion, ya'ni lavozimi ko'tarilish ehtimoli pastligi. Endi bolalar, men buni audiosini qo'yib beraman. Что siz uni nima qilasiz? Eshitib, to'g'ri javob topishga harakat qilasizlar. Da? Men hozir nima ham qilib qo'yaman.
Endi bolalar ketdi, 23-savolni tashladim. Endi qaranglar, yaxshilab eshitamiz. Yaxshilab eshitamiz. Ketdi, audioni qo'yaman. The contracts are temporary. Finn, do you think that's a big issue for young people? Having to move on once a project's finished? Not necessarily. It can be interesting to work in different places. People aren't always looking for a job that pays really well. It's more about gaining experience and creating a network. So money's not important? Well, I haven't started work myself, but according to all the articles I read, it's more about the different rates of pay. If you have a good salary, you probably have enough to enjoy life, but if you're only earning the minimum wage, how do you get by? That's my biggest worry. I looked at that rich Aha, aytib bo'ldi. So, yes, yana bitta qaytarib ko'raman, qaranglar. Yana bitta qaytarib ko'raman, eshitib ko'ringlar. At the different rate, haven't started work, gaining experience, aren't always looking for a job that's finished. Not necessarily. temporary. Finn, do you think that's a big issue for young people? Having to move on once a project's finished? Not necessarily. It can be interesting to work in different places. People aren't always looking for a job that pays really well. It's more about gaining experience and creating a network. So money's not important? Well, I haven't started work myself, but according to all the articles I read, it's more about the different rates of pay. If you have a good salary, you probably... Okay. Xo'p, bizda do'stlar 28 14 bo'lyapti. Kelinglar, to'g'ri javobga o'tamiz. Analiz qilamiz buni ham. Hozir buni qilayotganim kabi. Interesting to work in different places. Young people? Having to move on once a project's finished. Qarang, having to move on, qaranglar, nima deyapti? Xolos, having to move on, xolos qarang. Ko'chib ketish, ya'ni boshqa joyda davom etib ketish, proyekt tugagandan keyin bu degani, qarang, bu degani mana unga tushadi. Job security ning yo'qligiga tushadi. Ya'ni shu haqda nima deysansa, bu nima deyapti? Bu yomon narsami desa, qaranglar. Not necessarily deyapti. Bu unchalik ham nima emas. Yomon narsa emas o'zi deyapti. Tushunyapsizlar? Endi yana eshitib ko'ringlar, qaranglar, nima deyapti? Eshitib ko'ramiz. Not necessarily. It can be interesting to work in different places. Ana. It can be interesting deyapti, tushunyapsizlar? Bu demak interesting bo'lishi mumkin to work in different places. Agar turli xil joylarda ishlaydigan bo'lsak, bu narsa qiziq bo'lishi mumkin deyapti. Endi qaranglar. O'zi mana like job security ning yo'qligi bor-ku. Job security yo'q bo'lsa, turli xil joylarda ishlash kerak bo'ladi-da. Okay? Turli xil ishlash kerak bo'ladi. Lekin mana teng emas belgisini olib olayda. Qaranglar. O'zi job security degani, masalan, bir joyda doimiy ishlay olishda, job security yo'q bo'lsa, turli xil joylarda ishlaysiz. Endi bu nima deyapti? Turli xil joylarda ishlash bu qiziq bo'ladi desa, demak job security qiziq ekanda, u undan qayg'urmayapti ekan. Tushunyapsizlar? Demak bizga lekin eng ko'p qayg'urayotgan jihati kerak bo'lgani uchun, mana undan qayg'urmayotganligi uchun bu narsa javob qaysi bo'ladi endi? Buni javobi do'stlar false ga tortib ketadi. Ya'ni teskari narsani eshityapmiz biz bu yerda hozir. Okay? Teskari narsa eshityapti mana. Shuncha sinonim, shuncha masalan gapni anglashingiz kerak bo'ladi. Endi, xo'p eshitamiz, uning uchun nima muammo? People aren't always looking for a job that pays really well. It's more about gaining experience and creating a network. So money's not important? Well, I haven't started work myself, but according to all the articles I read, it's more about the different rates of pay. Nima deyapti? It's all about, qaranglar. It's more about, qarang, it's more about degani mana unga teng bo'ladi. O savolimizdagi most concerned bor, ko'proq shuni qayg'uryapman deganga teng bo'ladi. Ya'ni ko'proq demoqchida bu. Tushunyapsizlar? Different, qaranglar. Different rates of pay, ya'ni turli xil to'lov darajalari degani, bunisiga ko'proq, bunisiga kamroq degani-da. Turli xil to'lov darajalari degani teng bo'ladi. Qaysinga? Bu yoqda berilgan inequality ga teng bo'ladi. Ya'ni tengsizlik degan so'zga teng bo'ladi. Tushunyapsizlar? Tengsizlikka mana. Mana shulardan kelib chiqadigan bo'lsam do'stlar, buning javobi qaysiga tortib ketadi endi? True bo'lishi kerak. Tushunyapsizlar? True bo'lishi kerak. Mana. Okay? Mana shulardan kelib chiqib tura olaman. Tak, buni bundoq qilsam va buni bundoq qilib turib, bundoq qilsam zo'r bo'ladi. Endi chances of promotion ni gapiryaptimi? Eshitib ko'ramiz. If you have a good salary,
you probably have enough to enjoy life. But if you're only earning the minimum wage, how do you get by? That's my biggest worry. I looked at that Demak bu narsani umuman gapirmadi promotion haqida. Shuning uchun buni nima qilaman? Not given olib qo'ysam bo'ladi. Tushunyapsizlar? Not given olib qo'ysam bo'lar ekan. Demak bu yerda 61% o'quvchilar to'g'ri javob bera olishdi 1569 ta insondan. Okay? Mana. Qaranglar bolalar. Mana shu usulda do'stlar ishlashingiz kerak bo'ladi. Yana bir marta aytaman do'stlar, yana bir marta aytaman. Ekranimni katta qilib gapiraman sizlarga, hammalar yetib borishi uchun. Bizdagi asosiy muammo bu savol turini masalan ishlashni bilmaslikda. Hozir mana buni orasida men bu darsni ko'rsatyapman. O'zi darsdan chiqib, masalan, bitta listening ishlab ko'ringda o'sish sezmaysizlar. O'sish sezmaysizlar. Lekin men aytgan usulda 10 ta ishlab ko'ringlar, masalan listening 10 ta ishlab ko'ring. 20 ta 30 ta men aytganaqa qilib praktika qilib chiqadigan bo'lsalaringiz, o'zi 30 tadan keyin 31-sini ishlasizlar. 31-sidan o'sha o'zgarish sezishni boshlaysizlar. Tushunyapsizmi? Sizning qulog'ingiz ne to'g'ri javobni, balki xato javobni ham qidirishni boshlaydi. Tushunyapsizlar? Xato javobni ham qidirib topishni boshlaydigan bo'ladi. Da? Shunaqa gaplar. All right. Yeah. Endi qaranglar bolalar, bitta narsa. Amaki yozib ketyapman, qaramaki yozib ketyapman. Mana bitta masalan bizning variantimiz bo'lsin. Qaranglar. Mana ikkita narsani sizga solishtirib beraman hozir. Mana masalan tasavvur qilinglar, mana u joy yo'q, mana u ham yo'q, mana u ham yo'q, mana ikkita variant. Tak, hozir men sizga zo'r narsa ko'rsatib beraman. Masalan qarang, bittasi mana men tepada ko'rsatgan usul ishlayapti, bittasi narigisi mana usulda ishlayapti, masalan. Endi mana pastdagi ishlanayotgan usul bor-ku. Mana bu pastdagi ishlanayotgan, tepada ko'rgan usulimiz C1 level bo'lsa, qaranglar. C1 level bo'lsa, bunga ketadigan vaqt, mana bitta savol ishlash ketadigan vaqt masalan 5 minutes bo'lishi mumkin. With all o'sha paraphrasinglarni topish, ya'ni correct and incorrect bo'lgan variantlarni topishgacha ketadigan vaqt hisoblasangiz, bu narsa atiga masalan bitta savol o'zi 5 minutga borishi mumkin. Okay? Lekin mana bu pastdagi usul bor-ku, pastdagi usul. Bu mana bolalar B1 level bo'ladi. Siz faqatgina mana uni olyapsiz. Do'stlar, qaranglar. Faqat mana masalan A varianti yoki B variantini qilib yashilga bo'yab qo'yasiz. B to'g'ri bo'ladi deysiz, masalan. Bunga do'stlar 1 minut emas, 30 seconds ketishi mumkin masalan. 30 sekund ham ketmasligi mumkin ba'zida. Lekin prosta qaranglar, nima qilyapsiz? Nothing. Hech narsa qilganingiz yo'q. Endi do'stlar qaranglar. Mana usul, men nomlayman buni. Progress deb atayman. Mana bu pastdagi usulni men aytaman. Qaranglar. Men aytaman buni nomini bu practice hisoblanadi. Da? To'g'ri, masalan siz pastdagida ham mehnat qilyapsiz, tepadagida ham mehnat qilyapsiz. Lekin sizga progress kerakmi yoki prosta praktika qilish kerak? Bu narsani to'g'ri tushunib olishingiz kerak, maqsadingizni anglab olishingiz kerak. Tushunyapsizlar? Mana shunday gapiryapman. Mana qaranglar. Xo'p, qaranglar. We need progress, rather than practice. Do'stlar, bu narsani yaxshilab tushuninglar. Keyin yana bitta narsa borlar, e'tibor beringlar. Hozir men sizga nimani o'rgatyapman? Vot men o'rgatayotgan ishimning maqsadi, xullas siz imtihonga kirganda shu savol turini ishlab, C1 yoki o'zi kerakli bo'lgan natijani olish. IELTS bo'lsa 9, material bo'lsa C1 natija olishingiz uchun men harakat qilyapman. To'g'risini aytaman, balingiz uchun harakat qilyapman hozir. Siz ham bu darsni ko'ryapsiz, balingiz uchun harakat qilyapsiz. Agar hozir masalan mana uni mehnat qilmasdan turib C1 olish usuli bo'lsa edi, men o'shani o'rgatardim sizga. Masalan, bitta tangani olib kirib ketasan, что 5 metr tepaga olib tashlasang, qaysi bir so'zini javob qilsang to'g'ri chiqadi degan usul bo'lganda osonroq, men o'shani o'rgatardim. Bali C1 chiqsa bo'ldi menga. Men hozir sizga qanaqa qilib listeningni tushunish, qanaqa qilib vijdonan quloqni ingliz tiliga moslashni o'rgatmayapman. Men sizga to'g'ri javob topishni o'rgatyapman. Endi bolalar, demak, maqsadimiz imtihonda to'g'ri javob olish ekan. E'tibor beringlar. Har bitta qilayotgan praktikalaring bor-ku, sizni o'sha C1 ga bir qadam yaqinlashtirsin.
Har bittasi. Agar qilayotgan praktikalaringiz sizni imtihondagi balizga, olmoqchi bo'lgan balizga yaqinlashtirmasa, shunchaki praktikasi o'zi bo'lsa, u narsa musur bo'ladi. U narsa keraksiz bo'ladi. Uni qilishni foydasi yo'q. Prosta vaqtingiz ketyapti. Undan ko'ra kino ko'rib o'tiravering. Dars qilyapsizmi? O'sha maqsadingizga olib boradigan qilib dars qiling. Bir soatda bitta full listening o'qishlash shart emas. Bir dona part ishlang, lekin yurakdan ishlang, o'sha imtihonda keyin shu ishlaganingiz sizga yordam bersin. Tushunyapsizlar? Men sizga ko'rsatgan usul nima hisoblanar ekan? Qarang. Men ko'rsatgan usul imtihonda xohlagan balizga yaqinlashtiradi. Xullas. Tushunyapsizlar? Shuning uchun bu narsani qo'llash kerak. Shuning uchun bu narsani qo'llash kerak bo'ladi, do'stlar. Okay. Xo'p, endi darsga davom etamiz, yana ko'ramiz. Endi qaranglar, 24-savol, mana buni ham kelinglar analiz qilib, bir qator tushunishga urinib ko'ramiz. Xo'p. What is Kiara's attitude towards Richard Greaves' survey on work-life balance? Xullas, Kiaraning qarashlari qanaqa? Richard Greaves' nima work-life balance bo'yicha surveyga deyapti. Ketib ko'ramiz. She thinks that the findings are predictable. Qarang, predictable degani masalan oldindan bilsa bo'ladigan bo'lib qolgan topilmalar deyapti. Okay. Bida aytayapti, she is curious, u qiziqyapti about the kind of work the interviewees do. Ya'ni interview olinganlar qiladigan ish haqida qiziqyapti ekan. Okay. She believes it would be useful to know what the questions were. Ya'ni savollar qanaqaligini bilsa, u demak nima foydali bo'ladi deb o'ylayapti. Demak savollarni bilsa useful bo'ladi-da. What questions? B variantda work interviewlar qiladigan ish haqida gapiryapti. Katta bolalar eshitib ko'ramiz 24ni, 24ni eshitib ko'ramiz. Endi javobini topishlaringiz shart emas, men o'zim topishib yuboraman, что birga ishlaymiz. Eshitamiz. Richard Greaves' survey on work-life balance. Only earning the minimum wage. How do you get by? That's my biggest worry. I looked at that Richard Greaves' survey on work-life balance. Oh, good. Only 48% of people believe that their work-life balance will improve. Is that a statistic that surprises you? It's hard to say. I wonder what the survey actually asked. Was it just, will your work-life balance improve, or... Qaranglar. Analiz qilib ketaman, eshtinglar. Surprises you? It could. Only 48% of people believe that their work-life balance will improve. Is that a statistic that surprises you? Qaranglar. Xullas, qanchadir foiz odamlar work life balance yaxshi deb o'ylar ekan desa, endi qarang, professor savol beryapti. Qarang. Surprises you, bu seni hayratda qoldirdimi? Endi qaranglar. Shu seni hayratda qoldirdimi desa, ha, meni hayratda qoldirdi desa, bu predictable bo'lmaydi. Masalan, qarang. Oldindan bir narsani kutib turadigan bo'lsangiz, u narsa sodir bo'lsa hayratda qolmaysiz-da. Tushunyapsizlar? Lekin siz kutgan narsa sodir bo'lmasa, hayratda qolasiz. Lekin bu seni hayratda qoldirdimi desa, eshtinglar, bu nima deyapti? That a statistic that surprises you? It's hard to say. It's hard to say. Nima deyapti, mana qaranglar. It is hard to say. Buni aytish qiyin. Ya'ni, qarang, u predictable emas, unpredictable emas. Tushunyapsizlar? Ya'ni men buni aytishim qiyin, aniq bilmayman deyapti. Seni hayratda qoldiradimi, desa aniq bilmayman deyapti. Demak, predictablemmi yo'qmi? Biz ham bilmaymiz. Tushunyapsizlar? Shuning uchun buni javobini hozir bo'lamay not given olishim kerak. Chunki aniq aytmayapti-da, predictablemmi, yo'qmi? It's hard to say, buni aytish qiyin deyapti. Tushunyapsizlar? A varianti o'sha bolalar biz hozir bu yerda chopdik. A variantga boltaladik. Endi eshitib ko'ramiz, u ko'proq nima deyapti? Hard to say. I wonder what the survey actually asked. Was it just, will your work-life balance improve, or did the interviewers break that down? I mean, did they actually ask the people who took part, do you enjoy spending more time at work than home? Good point. See if you could...
Endi qaraylik, ikkita variant qoldi. Ikkovi juda bir-biriga yaqin ekan. Endi eshib ko'ramiz, qaraylik, sekin analiz qilib beraman. Life balance improved. I wonder what the survey actually asked. I wonder what the survey actually asked deyapti. Men bilishga qiziqyapman, ha? Qarang, mana aytayapti. What the survey actually asked. O'zi so'rovnoma nimani so'radi? Nimani so'radi degani mana bu yerda nima bo'ladi? Questions ga to'g'ri keladimi? Ha? Qanday savollar so'radi o'zi? Shuni bilish xohlayapman deb. Qaranglar. Was it just, will your work-life balance improve, or... Qarang, ular prosta sizni work life balances oshdi deb so'radimi yoki uni qisqartirib so'rashdimi deyapti. Tushunyapsizlar? Bu yerga qaranglar. Intervyuilarda, ya'ni intervyu qilingan odamlarni kasb haqida gap ketmayapti hozir. Tushunyapsizlarmi? Mana kasbing qanaqa, qayerda ishlaysiz deb so'ragan yo'q ekan ular. O'shani ham gapirmayapti даже. Did the interviewers break that down? I mean, did they actually ask the people who took part, do you enjoy spending more time at work than home? Ha, sen uyda ko'proq vaqt sarflaysanmi, uydami? Demak, qarang, ularning mana kind of work bor-ku. Qaranglar. Mana bu kind of workni qanaqa ishda ishlaysizlar degan narsani qaranglar. Not mentioned, eslatmayapti. Shuning uchun ham bu ham nima bo'lar ekan bolalar? Not given variant bo'lishi kerak. Ikkita not given bo'lishi ham mumkin do'stlar. Tushunyapsizlar? Ikkita not given bo'lishi ham mumkin mana shu holatda. Endi o'zi mana bu yerda aytib qo'ydim. O'zi survey nimani so'radi, shuni bilmoqchiman deyapti. Ya'ni u qanday savollar so'raldi deganga to'g'ri keladi-da. Va buni javobi qaysi bo'ladi? True ga o'tib ketar ekan. Tushunyapsizlar? True ga o'tib ketar ekan. All right? So, yeah. That is good. That is good. Dars zapis qilinyapti do'stlar. O'zi adashmasam qancha zapis bo'ldi hozir bilasizlarmi? 52 daqiqadan beri zapis qilyapman ekan. That is good. That is good. Xo'p, bolalar. Do'stlar, men ko'rsatgan usulda deep analysis qilib ishlamasalaring bo'lmaydi. O'zi buni qilmasalaringiz nima deydi? Buni qilmasa ham bo'lmaydi-da, chunki bizga improvement kerak, hozir aytganimdek progress kerak, prosta praktikani o'zini qilib qo'yib, yuradigan holatda emasmiz. Praktikani o'zi bilan, masalan, hech narsa bitmaydi. Bu narsani to'g'ri tushuning. Tushunyapsizlar? Bu narsani to'g'ri tushuning. Men sizga ko'rsatgan usulim, qaranglar, nafsga yoqmaydi, masalan, sizni qiynashi mumkin, va hokazo, lekin qanday qilsam bo'ladi buni? Lekin bolalar, mana shu men ko'rsatgan usulda nima deydi? Najot bor deydimi? Men ko'rsatgan usulda bolalar siz najot topsalaring bo'ladi. Men uni o'chirib turib, rasmga olaman. Da? Mana. Hoppa, o'zim chiqaymi? Chiqmay qo'yaveray. Mana bolalar, bugun xullas ishlagan readingimiz mana. This is qarang, a C1 level practice, and method for multiple choice listening hisoblanar ekan. Tushunyapsizlar? Mana shu do'stlar, aynan multiple choice listening ni C1 darajaga olib chiqib ishlash usuli hisoblanadi. Xo'p do'stlar, qanchalik tushundilaringiz? Yaxshimi? Eplasa bo'ladimi? Qilsalaringiz bo'ladimi? Qilsak bo'ladimi bu narsa? Mana ko'ryapsizlarmi qanday go'zal chiqqan? Har bitta variant, da? Qarang. Har bir savol men yozyapman. Har bir variant. Ya'ni aynan mana bu qaranglar. True, false. Qaranglar, va not givenligini ko'rib ketyapmiz. Undan tashqari qaranglar, paraphrasing variantlarda ko'rib chiqyapmiz.
Ya'ni mana shu usul, bu C1 bo'lmasa bundan ortiq nima qilish mumkin, tushunyapsizlar? Eng maksimal harakat qilib ishlaydigan usullaringiz mana shu bo'lishi kerak. Tushunyapsizlar? Yo'q, Bekzod u har xil bo'lishi mumkin. All right. Yeah.